Tabiat bizning do'stimiz rubrikasining bugungi sanida tulki jonivori haqida bir qancha ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Tulki tabiatda ko'p uchrasadigan eng hiylakor ham shaqqan yirtqich jonivorlardan biri. Ол to'g'aylarda, dalalarda ham tog' jonbovurlarida yashaydi. Tulkilar juda buyumlashuvchan bo'lgani uchun ularni odam yashaydigan o'rinlarga yaqin aymoqlarda da uchratish mumkin. Tulkining diniy düzlüsü nazik, oyoqlari jingishki, tumsiqlari uzun bo'ladi. Asrisi tumsig'ining uzunligi o'g'an shiray beradi. Qizil rangli tulki eng belgili turi hisoblanadi, biroq uning oq, qora, kulrang turlarida uchrasadi. Ulardan ko'ruv, eshituv ham ish sezuv qobiliyati juda kuchli bo'lgani uchun ang ovlovda qiylanmaydi. Tulki tikaridan tunda anga chiqadi. Ол mayda kemiruvchilar, qushlar, shibin-shirkiylar bilan oziqlanadi. Сол себепле odamlar uni hiylakor jonivor sifatida eslab qoladi. Tulkilar juda sergak bo'ladi. Qavb tug'ilganda bo'lsa, tez qochib ketadi. Xalq og'zaki do'rituvchiligida tulki ko'pincha so'm hiylakor jonivor sifatida suratlanadi. Masalan, xalq ertaklarida ol boshqa jonivorlarni aldab, o'z foydasini jumsaydi. Bu bo'lsa tulkining tabiatdagi e'tiborli ham aqlli harakatlarining kelib chiqqan derinadi. Tulkining terisi azaldan baholi hisoblanib, ondan kiyim-kechak ham bezovlar tayyorlangan. Biroq tilakka qarshi bugungi kunda tulkilar azayib boratirganligi sababli ko'plagan mamlakatlarda tulkilarni ovlov cheklangan.